Angliya The Guardian gazetining 4-fevral xabarida Xitoy bu yil muhim bo'lgan siyosiy maslahat kengashi mamlakatlik komiteti yig'ini va mamlakatlik xalq qurultiyi yig'ini 4-fevral Beijingda ochildi. Bu Xi Jinpingning taxtiga chiqqandan beri duch kelgan eng chong raqobat davri bo'lib hisoblanadi ekan. Shundaqla Xi Jinpingning Amerika bilan elib berayotgan savdo urushi, Sharq Turkistondagi vahshiylarcha qonliq bostirishi, Huawei masalasidagi qilmishi xalqaro jamoatchilikning kuzatishga duch kelgan bir vaqtda ochildi. Amerika Birlashma Agentligining xabarida ikki yig'inning kelishi bilan Xitoyning har qaysi o'lka, shahar, yezi, qishloqlargacha bo'lgan amallik qo'g'dash xizmati yana bir baldoq kuchaytirilgan bo'lib, cho'ng kichik ko'chalarda 24 soat to'xtamay chorlash qilayotganligi, binokorlik qurilish korxonalari ishchilarining vaqa sodir qilishdan ansirab vaqtli to'xtatganligi, hukumatga norozilik bildirib shikoyat arzi qo'yuvchilarni nazarband qilishi, xalqlarni sirtqi muhit bilan aloqa qilishini cheklashi, aloqa torlarini to'xtatish va uzish qatorliq vositalar bilan xalqni qattiq iskanjaga olgan. Xitoyning bunda qattiq andishiga qilishi asosan bu yil Xitoy davlatining qurilganligining 70 yilligi va Xitoy hukumat sababli kelib chiqqan bir qancha cho'ng voqealarning xotira yili. Shundaqla mart oyi Tibet xalqining Xitoy tajovuzlariga qarshi qo'zg'alon ko'tarish voqeasining 60 yil xotirasi. 4-iyun Tiananmen voqeasining 30 yilligi. 5-iyun Urumchi qonliq bostirishining 10 yilligi. Yaqinqi yillardan beri Sharq Turkiston xalqiga ib bo'lgan zolim siyosatlari Uyg'urlarni keng ko'lamda lagerlarga solishi, maxfiy holda Xitoy o'lkalariga yo'tkishi, xohlagancha har xil tajribalarni qilish qatorliq inson qalbidan chiqqan vahshiy qilmishidan kelib chiqqan bo'lib, xalqaro jamoatini izchil holda nayrangvozlik, parxo'rlik, tahdid bilan yo'shirib aldab kelmoqda. Yaponiya iqlim masalalari gazeti qatorliq chet el taratqullarining bildirishicha, Xitoy hozir Amerika bilan bo'lgan iqtisodiy surkilishining kuchayishi, iqtisodiy ish sur'atining tuvallishi bilan yig'inda siyosiy kengashning mudiri Wang Yang siyosiy kengash xizmat dokladida Xitoy hokimiyatining navbatda misli ko'rilib boqmagan ig'ir darajada nurg'un xavf-xatarga duch kelganligini bildirib, har qaysi sohadagilarni Xi Jinpingning rahbarligida o'zaro ittifoqlashish, qiyin o'tkaldan o'ngishli o'tishga chaqirgan. 4 mart Amerika Davlat Majlisida Xitoyda avji elayotgan zo'r ko'lamli diniy ziyonkashlik temasida doklad berish yig'ini ochildi. O'xshash bo'lmagan 10 necha xil diniy e'tiqod va kishilik huquq tashkilotlari bilan yangidan qurilgan Xitoydagi diniy e'tiqod haqlarini olg'a surish birlashmasi birlikda Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan keyin diniy e'tiqod erkinligini cheklab, diniy jamoatga ziyonkashlik qilishda madaniyat zo'r inqilobi davridan buyangi eng qabohatli bir davrni yaratganligi, bu jihatda Uyg'urlarning eng zo'r bedel to'layotganligi bosh tema bo'ldi. Jumladan Uyg'urlardan 3 milliondan ortiq kishining allaqachon diniy e'tiqod sababidan lagerlarga qamalganligi va butun Sharq Turkiston xalqining o'zlarining diniy e'tiqodidan voz kechishga majburlanganligi yana bir qatam alohida ta'kidlandi. Bu yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Ömer Qanat, Amerikada 1 yildan buyon o'z oldiga faoliyat elib berayotgan Solih Xudoyorlar qatnashdi. Amerikaning xalqaro diniy e'tiqod erkinligi ishlaridan bosh elchisi Sam Bironik apandimo ishtirok bilan yig'inga qatnashdi va alohida so'z qilib, diniy e'tiqod haqlarining insoniyatning eng muhim haqlarining biri ekanligi, insonlarning diniy e'tiqodiga ega bo'lishi yoki ega bo'lmasligi shu shaxsning ixtiyoridagi ish ekanligi, hech qanday shaxs yoki hukumatning bu haqlarga daxl tarz qilishga bo'lmaydiganligini, jumladan bu haqlarni o'z qonunida rasmiy e'tirof qilgan hamda bu haqdagi xalqaro ahdinomalarga imzo qo'ygan Xitoy hukumatining amdilikda oshkor holda bu haqlarni ta'qib qilishga, sukut qilishga bo'lmaydiganligini ta'kidladi. Bu qatimqi yig'inda nuqtaliq muhokama qilingan yana bir masala Uyg'urlar duch kelayotgan diniy zulmlarni, zolim siyosatchilarni ijro qiluvchi Xitoy amaldorlarini jazolash hamda Xitoy hukumatiga hamdamda bo'layotgan Amerika shirkatlarini tekshirish masalasi bo'ldi. Washingtondagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tashqi ishlar direktori Loira Girov xonim bu haqda maxsus so'z qilib, yer shari Magnitskiy qonunni Uyg'urlar diyoridagi bir turkum Xitoy amaldorlariga tatbiqlash haqida Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo, Amerikaning moliya ministri Steven Mnuchin bu haqda maxsus maktub yo'llaganligini, mazkur qonunni ijro qilishning vaqti kelganligini yana bir qatim ta'kidladi. Yig'inda bir qism Uyg'ur guvohchilar, shundaqla sobiq Xitoy soqchisi
Falun Gongchilardan yaqinda Xitoy turmasidan qo'yib berilganlar guvohlik berib, Xitoydagi diniy ziyonkashlikning tafsili ahvolidan ma'lumot berdi. 4 mart Tibet ovozi agentligining xabarida Tibet xalqining tajovuzchi Xitoy hukumatiga qarshi qo'zg'algan voqeasining 60 yillik arifasida Amerikada turishliq Tibet jamoati Xitoyga qarshi 4 martdan 10 martgacha piyoda yurish namoyish qilib, Tibet mustaqil bo'g'icha kurash qilganligini bildirgan. Mazkur voqeani xotirlash uchun xalqarodagi Tibetga yordam berguvchi tashkilotlar har xil shakldagi xotirlash faoliyatlarini uyushtirgan hamda maxsus doklad yozib tuvandikilarni talab qilgan. 1. Xitoyning Tibetga bo'lgan istilosini to'xtatish. 2. Tutqun qilingan atalmish siyosiy jinoyatchilarni qo'yib berish, Amerika hukumatining Tibetga bo'lgan qo'llashini kuchaytirish, Birlashgan Davlat amaldorlarining va muxbirlarning Tibetga ishkirlab kirib, Xitoyning zulmini, kishilik huquqni dafsanda qilmishlarini tekshirishga undaydiganligini bildirib, Tibet bizning davlatimiz, Tibet xalqiga mansub, Xitoyning keragi yo'q degan. Piyoda yurish Amerikaning Filadelfiya shahridan Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosigacha bo'lib, musofasi 148 kilometr keladi ekan.